Mamlakatimiz bo'ylab O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi keng nishonlanmoqda. Ayni bayram shukuhi kezib turgan kunlarda yurtimiz bozorlarida narxlarning asossiz oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida aniq chora-tadbirlar belgilangan. Shu maqsadda Surxondaryo viloyat soliq xizmati organlari xodimlari viloyatdagi bozorlarda bo'lib, mas'ullar va tadbirkorlarga mahsulotlar narxining sun'iy oshirilishiga yo'l qo'ymaslik, savdoning uzluksizligini ta'minlash hamda narxlar barqarorligini saqlash bo'yicha tegishli tavsiya va ko'rsatmalar bermoqda. Bugun bozorlik qilishga chiquvdim. Yarmarka tashkil qilingan ekan bayram munosabati bilan. Juda yaxshi narxlar menga yoqdi. Yarmarkada olayotgan mahsulotlarim bozorga nisbatan sifati ham yaxshi ekan, ham arzon ekan. Juda xursand bo'ldim men. Shu yarmarkani tashkil etgan prezidentimizga tashakkurlar aytaman. Xuddi shunday o'rganishlar Termiz shahridagi Yashil dunyo dehqon bozorida ham o'tkazildi. Bu yerda sotuvchi va xaridorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, mahsulotlarning sifati va narxi ko'zdan kechirildi. Arzonlashtirilgan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasining faoliyati ham o'rganildi. Mutasaddilarga mahsulot turlarini ko'paytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilmoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan butun O'zbekiston bo'ylab yarmarkalar tashkil etildi. Kartoshkalarimiz bozorda masalan 5.000-5.500 bo'lsa, bizda 3.500, 4.500 kartoshkalar sotilyapti. 1 kilo piyozimiz 2.500 dan 3.000 gacha sotilyapti. Guruch mahsulotlarimiz bor. Mana barcha mahsulotlar mavjud, juda arzon narxda sotilyapti. Mana shu mahsulotlarimiz arzonligidan o'zimizning xalqimiz juda mamnun. Eng muhimi, bozorlarda narxlarning sun'iy oshirilishiga yo'l qo'ymaslik, aholini sifatli va hamyonbop oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash hamda bayram kunlarida narx barqarorligini saqlash mas'ullarga asosiy vazifa etib belgilab berilmoqda.